Xitoy mashinasi Bestumni olib qolganmiz. Robot korobka moylarini almashtiryapmiz. Hop, mana bu yerdan to'kiladi. Keyin yonida bolti bor. Bolt. Mana shu yerga bolt. Mana shu bolt yechiladi, mana shu yerdan quysa ham bo'ladi. Tepadan quysa ham bo'ladi, mana bu yerda. O'zim trubkasi bor. Mana shu yerdan quyiladi. Hop, tepadan quyish uchun mana bu boltni yechib turish kerak, yonidagi boltni. O'shanda havo chiqib ketadi. 5,5 litr 5,7 mol ketadi, ma'lumot uchun. Filtr mana bu yerda ekan. Krugli nimalar. Mana shu yechilar ekan. Filtrni yechish uchun mana krashtenni yechish kerak. Hozir birinchi zamina bo'lgani uchun filtrni yechmadi. Krashtenni yechish uchun buni tekis joyga qo'yib, korobkani tagiga nima dankrat yoki nimadir trap qo'yish kerak. Mana krashtenni yechgandan keyin osilib qolishi mumkin motor korobka. Hop, birinchi zamina bo'lgani uchun biz filtrga tegmadik. Robot korobkaga mana bunaqa DCT moy quyiladi. DCT